Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Jorbet kanali. Hozir sizlarga Wild West Gold o'yini uchun bitta strategiyani ko'rsatib bermoqchiman. Balansimizda ko'rib turibsizlar, 1 million so'm pulimiz bor. Kontoramiz Betwinner kontorasi. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ringlar. Biz boshladik. Tak, strategiyani sizlarga tushuntirib ketsam do'stlar, minimalkadan, ya'niki 3000 so'mdan 2x ga qo'yib olamiz. Faqatgina o'ng tarafda 2 marta bosib, o'ng tarafga 2 marta bosib, ketma-ket g'alaba qilishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bir marta g'alaba qildik, ko'rdinglar, yana o'ng tarafga bosamiz. Yaxshi, yana g'alaba qildik. Tak, endi do'stlar 1,5 talik dagon bilan koeffitsiyentga qo'yib olamiz avvalambor. 1,5 talik dagon bilan ketamiz. 1,5 talik dagon bilmaydiganlar bo'lsa tushuntirib ketaman. Masalan, 100 ming so'mdan hozir tiksam, agar yutqizib qo'ysam, keyingisiga shu 100 ming so'mda 1,5 baravarini tikaman. Ya'ni 150 ming so'mda tikaman. Hozircha 70 ming so'm bilan boshlayman. Tushuntirib o'tdim deb o'ylayman, tushundinglar deb o'ylayman. 70 ming so'mdan endi yaxshilab qaranglar. To'rka birinchi qatorga, chap tarafdagi birinchi qatorga. Xo'p, dagon bo'ldi. 110 ming so'm qilamiz. Chunki de 75 ming so'mda 1,5 baravari где-то 105 ming yoki 110 ming so'm bo'ladi. Xo'p, bundan ham o'xshamadi. Endi 180 ming so'm qilamiz. Xo'p, yana o'xshamadi. Dagon bo'lib qolyapti. Tak. 300 ming so'm bir yo'la. Dagon juda ham cho'zilib ketdi. Shunda chiqish kerak deb turdim. Mana chiqib berdi. 3x ushadik. Balansimiz yutuqda olganimizdan keyin ko'ramiz. 1 million 243 ming. 243 ming foydadamiz do'stlar. Bitta chiqib kiraverib. Bo'ldi. Chiqib kiraveramiz. Tak. 2x ga qo'ydik. 3 ming so'mdan yana davom etamiz. Bir marta g'alaba qildik. Yaxshi, yana g'alaba ketma-ket. 3x ga qo'yib olib, endi 100 ming so'm bilan ketaman. Chap tarafga to'lka. Dagon bo'ldi. 150 ming so'm endi. Aytib o'tganimdek, 1,5 talik dagon. O'xshamadi, 250 ming so'm qilamiz. Yana chap taraf. Xo'p, o'xshamadi yana. Tak, 395 ming so'm qilaman. Pashti 400 ming so'm. Malatsi. 1 million 185 ming so'm yutuq. Gap bo'lish mumkin emas. Olamiz yutuqda. Yana aytib o'tganimdek chiqib kiraverib. Chiqib kiraversanglar, o'yindagi azartni 10-15% ga pastlatib beradi. O'shaning uchun chiqib kirib tursanglar yaxshi. Minimalkaga qo'yamiz, yana davom etamiz. Yaxshi, birinchisi bor. Ikkinchisini ko'ramiz. Yo'q, ikkinchisi chiqmadi. Birinchisi bor. Ikkinchisi chiqmadi. Birinchisi bor. Hop, ikkinchisini ko'ramiz. Ikkinchisi chiqmadi lekin. Birinchisi bor. Bila ikkinchisi chiqmay qolyapti. Birinchisi bor, ko'ramiz. Chiqsa kerak, bila yana chiqmadi. O'ng taraf birinchisi. Bila bombaladi berishini. Voy bila. Nahotki 2 marta padriyat o'ng tarafdan chiqish qiyin bo'lsa, bila chiqdi va nihoyat. Endi 3x liga qo'yib olib 125 ming so'm bilan ketaman. Chap tarafga albatta. Xo'p, endi o'sha 200 ming so'm qilsak bo'ladi menimcha. Xo'p, o'rtada chiqib qoldi. Tak, 300 ming so'm qilamiz endi. O'xshamadi. 450 ming so'm. Chunki de 300 ming so'mni 1,5 baravari 450 ming so'm bo'ladi. Malades. 1 million 350 ming so'm. Ko'ryapsizlar, bir dagon 3-chi emas, 4-chi yo 5-chi dagonda o'xshayapti. G'alabani yutug'imizni olamiz. 1 million 814 ming balans. Hop, yaxshi. Tak. Davom etdik bo'lmasam. Hop. Birinchisi bor, ikkinchisi ham bor, yaxshi. 3x ga qo'yib, tak, 125 dan bitta bosaman yana. Xo'p.
195 qilamiz endi. Davay. Молодцы. 585 ming so'm yutuq. O'sha ikkinchi dagonimizda yutuq bor. Zaybal qildi shu ham bilan. 2.85 million so'm. Qani, davom etaveraylikchi. Ikkinchisi chiqmay qoldi, bomba chiqib qoldi. Birinchisi bor. Ko'ramiz, ikkinchisi ham bor ekan. Yaxshi. 3xga qo'yib bitta 130 dan ketaman endi. Keyingisida уже 150 lar bilan ketsam bo'lar ekan. Bella joningni. Bora dagon ozayapti, ko'z tegmasin. 2.300 bella 2.348 ming. Молодцы. Yaxshi ko'tarilish. Xo'p. Birinchisi yaxshi. Chiqmay qoldi ikkinchisida. Birinchisi bular ikkinchisida chiqmay qolyapti. Do'stlar, eslatib o'tib ketay, esimga kelganda avvalambor sizlarga bunaqa o'yinlar tavsiya qilmaymiz va bunaqa o'yinlarga sizlarni chorlamaymiz, chunki bunaqa o'yinlarda jushdan ko'ra yutqizib qo'yish juda ham oson. O'shaning uchun sizlarda tajriba bo'lmasa, bunaqa o'yinlarga yaqinlashmanglar. Agarda strategiyalarimni sinab ko'rmoqchi bo'lsanglar ham boshlanishiga kichkinaroq summalarda sinab ko'rishinglar tavsiya etiladi. Chunki bu strategiyalarda ham o'zini ishlash muddati bor. Necha kundir ishlashi mumkin. Men necha kun ishlashini bilmayman. O'shaning uchun kichkinaroq summada sinab ko'rsanglar, mabodo strategiya ishlamayotgan paytga to'g'ri kelib qolsanglar ham sizlar yutqizib qo'ygan pulinglarga achinmaysizlar. Katta pul yutkizgandan ko'ra albatta kichkina pul yutkizib qo'ygan yaxshi. Bilet, rosa minalar ko'payib ketdi-yu. Birinchisi bor, yaxshi. Ikkinchisi ham bor, молодцы. 3xga qo'yib, endi aytganimdek 150 bilan ham ketsak bo'ladi. Qani chap taraf? Yo'q, chiqmadi. 250 qilamiz. Qani chap taraf? Молодцы. Ikkinchi dagonda ko'z tegmasin. 750 ming so'm yutuq. Gap yo'q. 750 ming so'm. 2.680 ming balans. Молодцы lekin. Yaxshi ketyapmiz. Xo'p, qani yana boshladik bo'lmasa. Chiqmadi, chiqdi. Endi ikkinchisini ko'ramiz. Ikkinchisi chiqmadi. Birinchisi qani ko'ramiz. Yaxshi, ikkinchisi ham bor. 3xga qo'yib, yana 150 bilan ketaman. Bir-ikki marta yana 150 bilan ketamanda, keyin joningdan gap bo'lish mumkin emas, bile. Bezdagon o'xshadi yana. Молодцы. 150 ming so'mga albatta 3x 450 ming so'm bo'ladi. 2.930 ming so'm balansimiz ko'tarildi. Yo'q, 2.983 ming ekan. 2.983 ming. Tak. Bomba chiqdi. Yana bomba, bilet. Xo'p, yutuq bor. Yana ko'ramiz, chiqsa kerak. Yaxshi, chiqdi. 3xga qo'yib, yana bitta 150 ming bilan ketaman-da, keyin уже 200 ga harakat qilsak ham bo'ladi. Xo'p, o'xshamadi. Endi 250 qilamiz. Chap taraf, молодцы. Gap bo'lish mumkin emas. Ikkinchi dagondagi o'xshayapti. Gap bo'lish mumkin emas. Nimagadir boshida dagonda 4 ta 5 ta cho'zib yubordi, lekin borgan sari dagonni pastlatib beryapti. Dagonsiz ham bo'lib qolyapti, orada ko'ryapsizlar. Chiqib kiraveramiz albatta doimgidek. Bilar balans dahshat-ku, 3.333 ming. Chiroyli summa. Xo'p, birinchisi yo'q. Bilar bombalar chiqishini. Bilet. Yaxshi, birinchisi bor, ikkinchisi menimcha yo'q. Aytdim. Yana chap tarafda to'lka chiqdi. Birinchisi bor, ikkinchisi bor ekan, yaxshi. Уже menimcha 200 bilan ham ketsak bo'ladi. Ko'ramiz. Chap taraf, bilar joningdan. Shunaqa yutuqlar berib tursa-da, bilar choqqillatib, ko'zladi o'ynatib. Молодцы. 3.727 ming balans. Gap bo'lish mumkin emas, chiqib kiraveramiz. Bilar zaybal qildi shu ham bor.
3.727 bo'ladigan bo'lsa, birinchisi, ikkinchisida bomba chiqib qoldi. Albatta bomba chiqib turgani ham yaxshi, chunki hadeb biz o'ng tarafdan sho'rsak ham bo'lmaydi. Orada albatta pauza bo'lib turgani yaxshi. Bila, bombalar ko'payib ketdi. Mayli. Yaxshi, aytib o'tganimdek, bu bomba ko'payishi ham yaxshi. Ikkinchisini ham ushadik. 200 bilan yana ketaman. Jicha balansni xatya to'g'ridan o'tkazib olsak, keyin 250 qilamiz. 300 bilan ko'ramiz. Молодцы, gap bo'lish mumkin emas umuman. Strategiyani ko'ryapsizlar, doimgi strategiyalarim kabi atom bomba bu strategiya ham. 900 so'm yutug'imiz bor mana. 4 milliondan ham o'tib ketdi balans. Xo'p, minimalka. Birinchisi bor. Ikkinchisi yo'q, yaxshi. Chiqmay turgani ham aytib o'tganimdek yaxshi. Orada pauza bo'lib turmasa ham bo'lmaydi. Xo'p, yaxshi. Birinchisi bor, ko'ramiz. Ikkinchisi ham bor. 4 milliondan o'tdi balans. Endi 250 ming bilan aytib o'tganimdek ketsak ham bo'ladi. Xo'p, birinchisida chiqmadi. Endi 380 ming qilaman. 350 ming qilganimda bo'lardi, lekin ozga o'xshadi. Xo'p, 400 ga yaqinlashib qo'ygan bo'lsa, o'sha 600 bilan ham ketsak bo'ladi. Bilet o'xshamadi. 850 ming qilaman yoki-da o'zi 900 ming qilishim kerak. 900 qila qolaydi. Bilet, joningdan bilet. Chiqmadi-yu joningdan bilet. 1 million 400 qilishim kerak. 1 million bo'lganda o'zi 1,5 million qilishimga to'g'ri kelardi. Chap taraf, молодцы, bilet. Молодцы, bilet. Yutuqcha moshni 4 million 200. Olamiz srazi. Balansimizda уже necha pul foyda? 700 ming foyda. Gap yo'q. 4 million 794 ming so'm. Ketamiz bo'lmasam yana dalshi. Yaxshi. Yaxshi bomba chiqyapti. Pauza bo'lib tursa yaxshi. Bombalar ham ko'proq tushib turaversin albatta. Xo'p. Даже menimcha 3 marta ham chiqib ketdi. Necha pul chiqishim kerak edi o'zi? 250 mingdan ketayotgandik, adashmasam. Chap taraf yo'q, chiqmadi. 380 ming so'm, to'g'rimi? Shunaqa bilan ketayotgandik. Молодец. 1 million 140 ming so'm foyda. Yutuq shunaqa. 5 million 316 ming so'm. Davom etdik. Bo'lmasam minimalkadamiz. Xo'p. Hozir 2 marta ketma-ket chiqdi-yu, lekin jicha o'ynaylik-da, hozir sirazi yana boshlab o'rsak. Bo'lmas endi. Jicha qizdiraylik o'yinni. Chap tarafga ham bosib turay endi orada. Prosta o'yinni chalg'itish uchun albatta, hadeb bitta joyga bosorsak ham albatta bu o'yinlar ham kompyuter albatta aniqlab oladi bizni. Xo'p, o'ng taraf bor, chap tarafni ko'ramiz. Chap taraf ham bor. Xo'p, o'ng taraf chiqmay qoldi, bomba chiqib qoldi. Yana bomba. Xo'p, birinchisi ikkinchisi ham bor. Olamiz yutuqdi. Keyin do'stlar, bizning Telegram kanalimiz bor. Shuni ham eslatib o'tib ketay. Telegram kanalimizga o'tsanglar, mana har xil rozыгрышlar, konkurslar qilyapmiz. Mana yutgan obunachilarimiz 20 ta obunachimiz yutgan. Pullarini tashab berganmiz. Sizlar ham bemalol Telegram kanalimizga o'tib, shunaqa konkurslarda, rozыгрышlarda qatnashsanglar bo'ladi. Bundan tashqari bizda Libo konturani APK fayllari bor. Undan ham tashqari bizda Express kuponlar ham tashab borilyapti. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Teparoqqa chiqsanglar, eski kuponlar bor. Ular endi prosta misol tariqasida ko'rsatyapman. Mana Libo konturaga
kupon kodlari bor. Bemalol olib foydalansanglar bo'ladi. AliExpress, LionBet, FastPari, WinWin, DBBet, XPariBet, UltraPari, Любой kontoraga bor xullas. Aytib o'tganimdek mana Любой kontorani APK fayllari ham bor. Telegram kanalimiz menyusiga kirsanglar, mana yerda fayllar degan joy bor. Shatdan osongina o'zingizlarga kerakli bo'lgan programmani, kontorani topib olsanglar bo'ladi. FastPari, AliExpress, 3.8 Stars, UltraPari, Любойni topsanglar bo'ladi. O'zingizlarga kerakli bo'lgan Любойni topsanglar bo'ladi. GVSpinBet, 3.8 Stars aytib o'tganimdek, UltraPari, XPariBet, Любой bor. Shu ko'rib turgan Любой kontoralarda pul 31 promo kod orqali ro'yxatdan o'tsanglar, sizlarga minimal $10 dan maksimal $1,500 bo'lgan birinchi depozit bonuslarini beradi. Buni o'zi emas, kazino yoki games o'yinlari uchun 150 ta free spin ham qo'shib beradi. Bundan tashqari ko'pchilikda bo'ladi, akkauntida kattaroq pul yutib qo'ysa, pul chiqarishni bloklab qo'yadi kontora yoki akkauntni bloklab qo'yishi mumkin. Mabodo bizni promo kodimizdan ro'yxatdan o'tsanglar, sizlarda ham shunaqa muammo bo'lsa, biz yaqindan sizlarga 100% yordam beramiz. O'shaning uchun albatta bizni promo kodimizdan ro'yxatdan o'tib qo'ysanglar, o'zingizlarga yaxshi bo'ladi, o'zingizlarga foyda bo'ladi. Bitta buni o'zi emas, endi qanaqadir albatta bilib bo'lmaydi. Любой muammo bo'lib qolishi mumkin. O'shanda muammolar bo'lib qolsa, sirazi adminga yozsanglar, promo kodimizdan ro'yxatdan o'tgan bo'lsanglar, sirazi hal qilib beradi. Xo'p, bo'lmasam o'yinga qaytdik. Telegram kanalimizga o'tish silkasi videoni kommentariyasida bo'ladi. Kommentariyaga bitta kirib, qarasanglar silka bor. Silkani ustiga bitta bossanglar, sirazi Telegram kanalimizga olib o'tib ketadi. Telegramga kirib bemalol qo'shilib qo'ysanglar bo'ladi. Tak, davom etdik bo'lmasam, minimalkadan albatta. Tak, bombalar chiqyapti. Bular bombalar seriyasi-yu. Xo'p, birinchi yutug'imiz bor. Ikkinchisiga bomba chiqib qoldi. Yana bomba. Yana yutuq bor. Bomba chiqib qoldi. Yana bomba. Yutuq bor. Yaxshi, yana yutuq bor. Endi 3x ga qo'yib olib 250 dan bosamiz. Balansimiz bir 6 milliondan o'tib olsa, keyin 300 ga ko'tarsak bo'ladi. Dagonchamizni 385 ming so'm qilaydi. Chap taraf albatta chiqmadi. Xo'p. Tak, necha pul qilishim kerak hozir? 380 ming so'm bo'ladigan bo'lsa 600 qo'yaveraman. Chap taraf yo'q, chiqmadi. 900 ming qilamiz endi. Chunki 600 mingda 1,5 baravari 900 ming so'm bo'ladi. O'xshamadi, endi 1 million 400 ming so'm qilishimiz kerak. Chap taraf, malatsi. 4 million 200. Bomba portlatdi do'stlar. Olamiz yutuqchani. 1 million 400 mingga 3% tushadik. 4 million 200 ming so'm. Balans moshnicha bo'ldi. 5 million 990 ming so'm. Bitta qadam bilan 6 millionga chiqib olamiz hozir. Nasib bo'lsa albatta. Xo'p, davom ettiramiz bo'lmasa. Tak. Xo'p, birinchisi. Ikkinchisi bormi? Yo'q. Yaxshi. Bombalar ham chiqib tursa yaxshi. Birinchisi. Ikkinchisiga bomba chiqib qoldi. Birinchisi. Ikkinchisi ham bor, yaxshi. Tak, endi yana bitta 250 dan o'sha keyingisiga 300 dan ham bosamiz. Shuni yutib olsak albatta 390 ming so'm qilaveraylik bir yo'la. Chap taraf, malatsi, 1 million 170 ming so'm foyda. Yutuq. Olamiz yutuqchamizni. 6,5 million bo'lib ketdi o'sha balansimiz. Chiqib kirib olamiz o'yinga. 6 million 517 ming bo'libdi. Xo'p, endi ozgina chalkashtirib bosaydi. Hamma bosgani o'ng tarafga bosavermay. O'yinni chalg'itaylik ozgina. Tak. Agar yutuq chiqsa, tepaga qarab yana ketib ko'raman. Prosta o'yinda chalg'itish uchun albatta.
Hali bitta bir joyga bosursak ham o'yin bilib qoladi. Xo'p, endi davom etsak bo'ladi. Birinchisi bor, yaxshi. Ikkinchisi ham bor, yaxshi. Endi mana 300 ming so'mdan ketsak bo'ladi. Qani boshladik. Oh, joningni bittada bezdagon. Aytib turibman, shunaqa o'yinni sizlar ham chalg'itib qo'ysanglar ozgina. O'zingizlarga foyda, mana o'yin chalg'ib mana birinchisida yo'q yana bezdagon. Adashmasam shu yo 3-chi yo 4-chi bezdagon ushashimiz. Balansimiz 7 milliondan ham o'tib ketdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, 7 million 90 ming ekan. Endi do'stlar, azart degan narsa bor. Shunga berilib ketmanglar, avvalambor. Masalan, 500 ming depozit qilib turib, 1 million qildinglar, bo'ldi, chiqib ketish kerak. 500 mingda 1 million qilib turib, 1 million 100 qilib qo'yay yoki 1,5 million qilib qo'yay degan narsa xayolingizga kelmasin. Keyin yana bitta narsa, bu o'yinlarni bitta o'yinga kirdinglarmi, bo'ldi. 10 minut, 12 minut o'ynash kerak, xolos. Undan uyog'iga cho'zib albatta, конечно, azart yonib ketadi. Keyin bor pulinglarni yutqizib qo'yishinglar mumkin. Bor pulinglar olib qo'yishi mumkin bu o'yinlar albatta. Azart yondimi degani bu degani o'yin berish, yutuq berish darajasi уже bir 30% atrofida qoldi degani. 25-30%. Chunki bu konturalar albatta jin emas. Hozir sizlarni yutib olishinglarga qarab turavermaydi, pulini shilishinglarga qarab turavermaydi. O'shaning uchun vaqtida to'xtatish kerak. Tak, men ham shu qoidaga amal qilgan holda yana bir marta 300 ming so'm bilan ushlayman, keyin bo'ldi, to'xtatamiz. Chap taraf qani? Yo'q, chiqmadi. Tak, 450 ming so'm qilamiz. 1,5 baravar, albatta 300 mingda молодцы. Ikkinchisida yo'q, уже dagonimiz o'xshab berdi. Strategiyamiz o'xshab berdi. 1 million 350 ming so'm foydadamiz. Balansimiz почти 7 million 700 ming bo'lib ketdi. Shu joyda albatta to'xtata qolganim yaxshi menimcha. Chunki azart degan narsa bor, aytib o'tganimdek. Xullas do'stlar, video yoqqan bo'lsa, strategiya yoqqan bo'lsa, bittadan like ayamaysizlar. Kommentariyada qanaqadir fikringlar bo'lsa qoldirib ketinglar. Kanallarimizga, YouTube kanalimizga podpiska bo'lmagan bo'lsanglar, podpiska bo'lib qo'yinglar. Telegram kanalimizga ham albatta o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki pul yutib olish imkoniyatlar bor. Xullas, hammaga omad do'stlar, sog' bo'linglar.